Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun xalq deputatlari Jomboy tuman kengashi faoliyatidagi yangiliklarni e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi raisi To'ychiyev Anvar Mirzahmedovich hamda Senatning Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Abdullayev Bahrom Ismoilovichlar boshchiligidagi ishchi guruh Jomboy tumaniga tashrif buyurdi. Mazkur tashrif doirasida ularga xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashi raisi Negmatov Shuhrat Xudoyberdiyevich hamrohlik qildi. Ishchi guruh a'zolari xalq deputatlari Jomboy tuman kengashi faoliyatini ko'zdan kechirdilar. Kengash deputatlari va xodimlari uchun yaratilgan zamonaviy sharoitlar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan xonalar hamda murojaatlar bilan ishlash tizimi atroflicha o'rganildi. Deputatlarning masalalarni o'rganish, tahlil qilish va nazorat faoliyatini samarali tashkil etish uchun yetarli sharoitlar mavjudligi qayd etildi. O'rganish jarayonida ishchi guruh a'zolari tumandagi fermer xo'jaliklariga tashrif buyurib, olib borilayotgan qishloq xo'jaligi islohotlari, resurslardan oqilona foydalanish, suv ta'minoti va meliorativ holat, ekin maydonlarida qo'llanilayotgan zamonaviy agrotexnologiyalar bilan yaqindan tanishdilar. O'rganish jarayonining navbatdagi bosqichi doirasida ishchi guruh a'zolari tumandagi Pyurimel Kelki Products fermasida bo'lib, ushbu xo'jalikda chorvachilik yo'nalishining tashkil etilishi va yuritish jarayonlarini batafsil o'rganildi. Shundan so'ng senatorlar guruhi ta'lim muassasalarida yaratilgan sharoitlar va ta'lim sifati borasidagi holatlarni o'rganish maqsadida 35-sonli umumta'lim maktabida bo'lib, o'quvchilarga yaratilgan imkoniyatlar, o'quv xonalari, fan laboratoriyalari, kompyuter sinflari, kutubxona bilan yaqindan tanishdi. Tashrif yakunida tegishli xulosa va takliflar bildirildi. Shuning bilan Oliy Majlis Senati vakillarining Jomboy tumaniga tashrifi yakunlandi. Bizda hozircha shular. Bizni kuzatishda davom eting. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.